Bolalar, men o'ylab ko'rdim. Bo'ldi, men motivator bo'laman. Motivatorlar zalga odam to'plab pul ishlayapti. Yaxshi qo'lingdan kelamiz qilib. Odam qilgan ishni odam qiladi, do'stim. Men ketdim. Malades, bos. Bolalar, men kechasi bilan uxlamasdan o'ylab chiqdim, men bloger bo'laman. Sen kecha motivator bo'lmoqchi eding-ku. Uni ishi ko'p ekan, men bloger bo'laman. Blogerlarni qarab bir-biriga mo'shin sovg'a qilib yotibdi. Ularga ham oson emas, bobi. Bloger qilgan ishni bloger qiladi, do'stim. Qil. Bo'ldi bolalar, men aytishib bo'laman. Ertaga yana boshqa ish qilaman deb kelasan. Yo'q, qarorim qat'iy. O'zimiz Samarqandda zo'r maktab ochildi. Qanaqa maktab? Mana Skul 21 maktabi, sharoit qara jo'rajon chiroyliligini, bu yerda 18 yoshdan 100 yoshgacha bo'lgan talabalar qabul qilinadi. ITni xohlagan yo'nalishni o'rganasan. Aytin tushunmaydiganlar nima qiladi? Bu yerda talabalar bir-biriga o'rgatishadi. Kim onasining qornidan aytishni bilib tug'ilgan? Uni qara, bir vaqt o'zida 500 ta o'quvchini o'qita oladi. Eng muhimini aytaymi? Maktabda o'qish mutlaqo tekin. 3 yil o'qiysan, IT mutaxassis bo'lib chiqasan tekinga. Va viloyatda kelgan o'quvchilar uchun yotoqxonasi ham bor. Oyiga 100 ming so'm. Rosta. Undan tashqari o'zining sport zali ham bor. PlayStation xona, kinoteatr, oshxona, xullas, talabalar uchun hamma komfort bor. Va qara, bu oddiy maktab emas, bu dunyo darajasidagi maktab. Bu yerda talabalar mashhur aytishchilar bilan fikr almashib, malaka oshirishadi. Nega rosa o'qigim kelyapti, ishda bo'laman-da. Uni farqi yo'q, xohla ishla, xohla biror joyda o'qigan. 24/7 maktab ishlaydi. Bo'sh vaqtingda kelib o'qib ketaverasan. O'qiymiz, nima qilishga o'zir? Hoziroq mana shu silkaga kirasan, ro'yxatdan o'tasan, ariza topshirasan, bo'ldi. Bo'ldi, qo'rqadim. Bolalar, men o'ylab ko'rdim. Bo'ldi, men motivator bo'laman. Motivatorlar zalga odam to'plab pul ishlayapti. Yaxshi qo'lingdan kelamiz qilib. Odam qilgan ishni odam qiladi, do'stim. Men ketdim. Malades, bos. Bolalar, men kechasi bilan uxlamasdan o'ylab chiqdim, men bloger bo'laman. Sen kecha motivator bo'lmoqchi eding-ku. Uni ishi ko'p ekan, men bloger bo'laman. Blogerlarni qarab bir-biriga mo'shin sovg'a qilib yotibdi. Ularga ham oson emas, bobi. Bloger qilgan ishni bloger qiladi, do'stim. Qil. Bo'ldi bolalar, men aytishib bo'laman. Ertaga yana boshqa ish qilaman deb kelasan. Yo'q, qarorim qat'iy. O'zimiz Samarqandda zo'r maktab ochildi. Qanaqa maktab? Mana Skul 21 maktabi, sharoit qara jo'rajon chiroyliligini, bu yerda 18 yoshdan 100 yoshgacha bo'lgan talabalar qabul qilinadi. ITni xohlagan yo'nalishni o'rganasan. Aytin tushunmaydiganlar nima qiladi? Bu yerda talabalar bir-biriga o'rgatishadi. Kim onasining qornidan aytishni bilib tug'ilgan? Uni qara, bir vaqt o'zida 500 ta o'quvchini o'qita oladi. Eng muhimini aytaymi? Maktabda o'qish mutlaqo tekin. 3 yil o'qiysan, IT mutaxassis bo'lib chiqasan tekinga. Va viloyatda kelgan o'quvchilar uchun yotoqxonasi ham bor. Oyiga 100 ming so'm. Rosta. Undan tashqari o'zining sport zali ham bor. PlayStation xona, kinoteatr, oshxona, xullas, talabalar uchun hamma komfort bor.